Diqqat, O'zbekistonda dollar yig'ib qo'yganlarga shoshilinch xabar. Bugun 11-iyul kuni O'zbekistonda dollar va rubl kursida jiddiy o'zgarish bo'ldi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 11-iyul kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra rubl kursi 0.82 so'mga pastlab 157.32 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 69.27 so'mga ko'tarilib 13.800 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 63.77 so'mga oshib 12.075 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Azizlar, so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.